Hijr surasi Makka da nozil qilingan 99 oyatdan iborat. Hijr Madina bilan Shom o'rtasidagi vodiylardan biri. Surada payg'ambarlarga muxoliflik qilgan ummatlarning halokati, yer va osmon, quyosh, oy, shamol, suv kabi ne'matlarning hammasi inson xizmatida ekani, Odam alayhissalomning loydan yasalganiga ta'na qilib, olovdan yaratilgan shaytonning unga sajda qilishdan bosh tortgani, Ibrohim, Lut, Shuayb, Solih alayhissalomlarning qissalari va boshqa ma'lumotlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomida. Alif, Lam, Ra. Ushbu oyatlar kitob, Tavrot, Injil va aniq Qur'on oyatlaridir. Kofir bo'lganlar dunyoda musulmon bo'lmaganlari uchun qiyomatda armonda bo'lurlar. Ey Muhammad, ularga qo'yib bering, yesinlar, foydalansinlar va orzular ularni mashg'ul qilaversin. Bas, yaqinda qilmishlarining oqibatini bilib olurlar. Biror shahar aholisini uning uchun ma'lum muddat o'tmaguncha halok qilmaganmiz. Biror ummat o'z ajalidan ilgari keta olmaydi va undan kechikmaydi ham. Ular Makka kofirlari Muhammadga aytadilar: Ey zikr Qur'on nozil qilingan kishi, dar haqiqat sen majnunsan. Agar da'voingda rostgo'ylardan bo'lsang, bizga guvoh farishtalarni keltir. Biz esa farishtalarni faqat haq, hikmat bilangina tushirurmiz va bu holda ularni kutib turilmas, halok qilinurlar. Albatta, bu zikrni, ya'ni Qur'onni biz o'zimiz nozil qildik va uni o'zimiz asraguvchidirmiz. Biz sizdan oldin avvalgi toifalarga ham payg'ambarlar yuborganmiz. Ular o'zlariga kelgan har bir payg'ambarni masxara qilmasdan qo'ymas edilar. Shuningdek, uni masxara qilish istagini barcha jinoyatchilarning dillariga solib qo'yurmiz. Ular unga, Qur'onga iymon keltirmaydilar, holbuki avvalgilarning yo'llari tajribadan o'tgan edi. Bordi-yu, ularga osmondan bir darvoza ochib qo'ysagu, undan osmonga ko'tarila boshlasalar ham, shaksiz bizlarning ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki bizlar sehrlanib qolgan qavmdirmiz degan bo'lur edilar. Biz osmonda burjlar yaratdik va kuzatuvchilar uchun uni yulduzlar bilan bezab qo'ydik. Yana uni barcha quvg'in etilgan shaytonlardan muhofaza qildik. Illo u jinlardan birortasi maloikalarning so'zini yashirincha eshitib olsa, bas uni ochiq uchar yulduz quvib yetar, halok etar. Yerni esa
uni yoydik va unga tog'larni o'rnatdik, hamda unda har yerning o'ziga mos turli narsalarni, o'simlik va mevalarni undirdik. Yana unda, yerda sizlar uchun ham, sizlar rizqlantiruvchi sanalmaydiganlar uchun ham tirikchilik, rizq va nasibalarni yaratib qo'ydik. Har bir narsaning xazinalari bizning dargohimizdadir. Biz u narsalarni ma'lum o'lchov bilan sizlarga tushirurmiz. Biz shamollarni bulutlarga homilador bo'lgan holida yubordik. So'ngra osmondan suv, yomg'ir yog'dirib, sizlarni u bilan sug'ordik. Sizlar uni g'amlab oluvchi emassiz. Albatta, biz barcha jonzotni tiriltirurmiz va o'ldirurmiz. Biz vorislardirmiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni bildik. Biz yana keyin keluvchilarni ham bildik. Albatta, Rabbingizning o'zi qiyomat kuni ularni to'plagay. Albatta, u hikmat va bilim sohibidir. Biz insonni, odamni qora balchiqdan olib quritilgan loydan yaratganmiz. Jin, ya'ni iblisni esa odamdan ilgari alangali olovdan yaratgan edik. Ey Muhammad, eslang, Rabbingiz farishtalarga men asli qora balchiqdan olib quritilgan loydan inson yaratuvchiman. Bas, uni tiklab, ichiga o'z dargohimdagi ruhimdan kiritganimda, sizlar unga sajda qilgan holingizda yiqilingiz, dedim. Barcha farishtalar jam bo'lib, unga, odamga sajda qildilar. Faqat iblis sajda qiluvchilar bilan birga bo'lishdan bosh tortdi. Shunda Alloh dedi: Ey iblis, senga ne bo'ldiki, sajda qiluvchilar bilan birga bo'lmading? U aytdi: Men qora balchiqdan olib, odam surati berilgach quritilgan loydan sen yaratgan basharga sajda qiluvchi emasman. Alloh dedi: Bas, undan jannatdan chiq. Endi sen mening dargohimdan quvilgan mal'unsan. To jazo kuni qiyomatgacha senga la'nat bo'lur. U dedi: Ey Rabbim, u holda menga ular qayta tiriladigan kungacha, qiyomatgacha muhlat bergin. Alloh dedi: Bas, sen muhlat berilganlardansan. Ma'lum vaqt qiyomat kunigacha. Iblis aytdi: Ey Rabbim, qasamki, endi meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta ularga, odam bolalariga yerdagi barcha gunoh ishlarni chiroyli ko'rsatib qo'yurman va albatta ularning hammalarini yo'ldan ozdirurman. Illo ularning orasidagi ixlosli bandalaringgina bundan mustasnodir. Alloh dedi:
mening zimmamdagi to'g'ri yo'l shuki, mening bandalarim ustidan sen uchun hech qanday saltanat, hukmronlik yo'qdir. Illo senga ergashgan gumrohlarnigina yo'ldan ozdira olursan. Ularning, kofir va gumrohlarning barchasi uchun va'da qilingan joy jahannamdir. Uning 7 darvozasi bo'lib, har bir darvoza uchun ularning bir to'dasi taqsim tayin etilgandir. Taqvodorlar esa albatta jannatdagi bog'lar va buloqlardadirlar. U yerga sog' salomat, tinch omon kiringiz deyilur. Biz jannatdagi so'rilarda birodar bo'lib, bir-birlariga yuzma-yuz o'tirganlarning dillaridagi gina va adovatlarni chiqarib tashlaganmiz. U joyda ularga charchoq yetmas va ular u joydan chiqariluvchi ham emaslar. Ey Muhammad, bandalarimga bildirib qo'yingki, albatta G'afur, kechirimli va Rahim, rahimli zot mening o'zimdirman. Shuningdek, mening azobim ham eng alamli azobdir. Yana ularga Ibrohimning mehmonlari haqida xabar bering. O'shanda ular uning huzuriga kirib, salom dedilar. Taomga qo'l cho'zishmagach, u biz sizlardan qo'rqmoqdamiz. Kimsizlar o'zi dedi. Ular dedilar, qo'rqmagin. Biz farishtalarmiz. Biz senga bir dono o'g'il, ya'ni Ishoqni xushxabarini yetkazamiz. U dedi, menga keksalik yetgan paytida farzand ko'rishim haqida xushxabar keltirdingizmi? Endi menga bu yoshimda nimaning ham xushxabarini berursiz? Ular aytdilar, biz senga rostdan ham farzand ko'rishing xushxabarini keltirdik. Bas, sen umidsizlardan bo'lmagin. U dedi, Parvardigorining rahmatidan faqat gumroh kimsalargina noumid bo'lurlar. So'ngra ularga qarab dedi, ey elchilar, arzingiz ne? Ular dedilar, bizlar bir jinoyatchi qavmga, Lut qavmiga ularni halok qilish uchun yuborilganmiz. Lekin biz Lutning butun oilasini qutqaruvchidirmiz. Faqat uning xotiniga najot yo'qdir. Chunki biz uning azob uqubatda qoluvchilardan bo'lishini taqdir qilib qo'yganmiz. Qachonki Lut oilasiga elchilarimiz kelgach, u Lut dedi, sizlar notanish qavmsiz. Ular dedilar, yo'q, aksincha biz senga ular, ya'ni qavming shak qilayotgan narsani Allohning azobini keltirdik. Biz haqiqatan senga azobni keltirdik. Biz albatta rostgo'ydirmiz. Endi sen tunning bir qismida oilang bilan yo'lga tush va o'zing ularning ortida yur. Sizlardan hech kim atrofga alanglamasdan buyurilgan tarafga qarab ketaveringiz. Biz unga, Lutga, tong paytida ana o'shalar kofirlarning dumi qirqilishi, halok bo'lishi haqidagi mana shu farmonni vahiy qildik.
Shahar aholisi mehmonlarni eshitib xursand bo'lgan hollarida keldilar. Chunki ular bachchabozlik qilishga odatlangan edilar. Shunda Lut dedi: "Bu yigitlar mening mehmonlarimdir. Meni ular oldida sharmanda qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, meni uyaltirib rasvo qilmangiz." Aytdilar: "Biz seni barcha olamdan, odamlar himoyasidan qaytarmaganmidik?" Lut dedi: "Agar aloqa qiluvchi bo'lsangiz, ana qizlarim, o'shalarni nikohlaringizga olaveringiz." Ey Muhammad, umringizga qasamki, ular o'z mastliklarida gangib yurar edilar. Tong paytida to'satdan ularni dahshatli qichqiriq tutdi. Bas, biz u shaharni ostin-ustun qilib yubordik va ularning ustiga sopoldan yasalgan tosh yog'dirdik. Albatta, bu hodisada farosatli kishilar uchun alomatlar bordir. Darvoqe, u aholisi halok etilgan shahar doimiy yo'l ustidadir. Albatta, bunda mo'minlar uchun alomatlar bordir. Shubhasiz, Ayka o'rmon egalari Shuayb qavmi ham zolim kofir bo'lgan edilar. Bas, biz ulardan intiqom oldik. Darvoqe, ularning, ya'ni Lut va Shuayb qavmlarining shaharlari ikkisi ham aniq yo'l ustidadir. Aniqki, Hijr vodiy egalari Samud qavmi ham payg'ambarlarni, xususan Solihni yolg'onchiga chiqargan edilar. Biz ularga o'z oyatlarimizni keltirgan edik, lekin ulardan yuz o'giruvchi bo'ldilar. Ular tog'lardan yo'nib, uy yasab xavfsiz yurar edilar. Bas, ularni tong pallasida dahshatli qichqiriq tutdi. Ularga qilib yurgan narsalari, toshdan yasalgan qal'alari foyda bermadi. Biz osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi narsalarni faqat haq hikmat bilan yaratdik. Qiyomat ham shaksiz keluvchidir. Bas, shunday ekan, johillarning aziyatlariga sabr qiling va ularni chiroyli yuz o'girish bilan tark eting. Albatta, Rabbingizning o'zigina Xalloq va Alimdir. Dar haqiqat, biz sizga 7 takrorlanuvchi 7 oyatli Fotiha surasini va ulug' Qur'onni ato etdik. Ko'zlaringizni biz u kofirlardan ayrim toifalarni bahramand qilgan narsalarga, ularning boyliklariga tikmang. Ularning iymonsizliklari ustida g'amgin ham bo'lmang. Mo'minlar uchun qanoatingizni quyi tuting, kamtar bo'ling. Ularga ayting: albatta men sizlarga Allohning azobidan oshkora ogohlantiruvchidirman. Bu xuddi taqsimlab oluvchilarga, ahli kitoblarga nozil qilganimiz kabidir. Ular Qur'onni o'zlaricha
bo'lak qilib olgan edilar. Rabbingizga qasamki, albatta ularning barchasini so'roq qilganman, qilgan ishlari to'g'risida. Bas, siz o'zingizga buyurilgan ishni, ya'ni haq dinga da'vatni oshkora qiling va mushriklardan hozircha yuz o'giring. Albatta, biz sizni masxara qiluvchilarni jazolash uchun kifoya qilurmiz. Ular Allohga boshqa ilohni sherik qilurlar. Bas, yaqinda qilmishlarining oqibatini bilib olurlar. Shaksiz, biz ularning sizni masxara qilib aytayotgan so'zlaridan yuragingiz siqilayotganini bilib turibmiz. Bas, siz Rabbingizga hamd bilan unga tasbih ayting va sajda qiluvchilardan bo'ling. Shuningdek, sizga aniq narsa o'lim kelguniga qadar Rabbingizga ibodat qilavering.